Bugungi tezkor davrda har bir xodimdan o'z malakasini muntazam oshirib borish talab etilishi tabiiy. Shu jumladan tibbiyot xodimlaridan ham. Xo'sh, ular uchun bu borada qanday imkoniyat va shart-sharoitlar yaratilgan? Ma'lumki, hozirgi paytda tibbiyot va farmatsevtika xodimlarining malakasini baholash markazida test va og'zaki imtihonlar topshirish jarayoni to'la raqamlashtirilgan bo'lib, hammasi ochiq va shaffof tarzda o'tkazib kelinmoqda. Ammo ayrim firibgarlar talabgorlarga telefon yoki Telegram orqali bog'lanib, pul to'lasangiz test va og'zaki imtihondan o'tkazamiz qabilida yolg'on takliflar bildirmoqda. Natijada ayrim talabgorlar ularning yolg'onlariga aldanib qolmoqda. Test yoki og'zaki imtihonlarni topshirishda o'z bilimingiz va kuchingizga ishoning. Firibgarlarning noqonuniy va yolg'on takliflariga uchib, imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Agar kimdir sizdan pul talab qilsa yoki telefon orqali imtihondan o'tkazishni va'da bersa, zudlik bilan markazning quyidagi 71 kodi bilan 202 03 31 raqamli ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, holat bo'yicha ma'lumot berishingizni so'raymiz. Bu orqali siz soha xodimlarini himoya qilishga va jamiyatimizni bunday illatlardan tozalashga yordam bergan bo'lasiz.